Meni qiziqtirmaydi. Bugun kechasi uy bo'shatib qo'yasanlar. Bu uy meni nomimda. Mana hujjati. Tanib chiqlaring. Umar, hazillashyapsiz, ma'am aka. O'yizdan o'zi kelib turib, ota qo'limizdan haydab yubormaysiz-ku. Biz hozir haqqa boramiz. Kech-kecha muhlatdor. O'zimizni qarindosh shunaqa qilib turgan bo'lsa, beginadan ko'chadan qichib bola kutmasa ham bo'lar ekan. O'zi odamdagi segi hammani yuzi ochilib chiqyapti. Alo. Eshitaman. Ha, manmi? Hozir boraman. Voy bolalarim, tinchlikmi? Amakilar qani? Namoz o'qiyotgandim-da, shunga chiqolmay qoldim, bolam. Ha, ona, eshitganlaringiz. Shunga ham siqilasizmi? Amakimga ham Xudoni aytgani bordir. Turay sana, yeshtir narsalarni. Aka, uni kiyimlarni nimadir qilib yig'ishtiraylik. Voy bolalarim, shoshmanglar. Mashinani bo'shatlaring. Amakini bo'lsa, onamdan o'tib qopti. O'tib kelamiz. G'iybatchi bedil bebosh, o'zlariga teksa tosh, tillarini